Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammalaring yaxshimisizlar, bormisizlar, omonmisizlar? Biz musofir yurtda xabarlaring bor, sizlarga shu oilamiz bilan birgalikda ibratli videolarni taqdim etishga harakat qilamiz doimo va bu safar biroz videorolikimiz boshqacharoq bo'ladi. Chunki borgan sari bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat, ishonch degandek yo'qolib bormoqda va ushbu videolar orqali balkim kimlardir o'ziga xulosa chiqarib olsa biz xursand bo'lamiz va o'ylaymanki biz boshlagan bu ishlar oxiri yaxshi bo'ladi va biz o'ylagan maqsadlarimizga yetamiz. Sog' bo'linglar va videoni ko'rib bo'lib bitta like bosib obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz hamyurtlar. Subhanalloh, biz yana katta safar olib turibmiz. Mana bunday go'zal manzarada sizlarga murojaat qilishlikni lozim deb topdim. Chunki qalbimda ham mana shu qadar xursandchilik, mana shu qadar bir go'zallik bor. Bu Allohga muhabbat, yurtga muhabbat, yetim faqir miskinlarga muhabbat. Alhamdulillah, nafas olyapmiz, hayotmiz. Demak, hali imkon bor. Tavba qilishga, o'zini roziligini topib, o'zi tomon qadam bosishlikka, afsus nadomatlarimizni faqat so'zda emas, balki haqiqatda amalda ham isbot etishga hali imkoniyat bor. Mana shu ko'rib turgan xonadoningizni, xonadon deysizmi, bu chulbanmi, vagonmi? Shu joyda 15 yildan beri bir oila yashayotgan. Katta yeb ichyapsizlarmi? Shukr qilish kerak bolam. Katta yeb, katta ichgandan emas, shukr qilish kerak. Bir kun bo'lsa, bir kun bo'lmasa ham bari shukr qilamiz. Vaqt kelsa bo'lgani bolalarga bir kun yaldab turgan paytim bor. Allohga yorug' kuniga chiqib, Xudoga shukr mana shu minnat uni ham olib keldinglar, yediryapman, ichiryapman. Bola kelib qoldilar-da, go'sht olib keldi. Uni men bankaga solib, izlab bankaga solib, suv tagiga qo'ydim. Hayit kelsa hayitga nima qilaveraman, oz qilaveraman. Biz inshaalloh Andijon viloyatiga, Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga, Jizzax viloyatiga, Surxondaryo viloyatiga, jumladan Denov tumaniga, Toshkent viloyatiga inshaalloh ulug' safar olib turibmiz. Mana shu viloyatdagi xolislar, saxiylar, boylar ulug' ishlarga hissa qo'shaman deya anchadan beri niyat qilib yurganlar, mana bu quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling va quyidagi plastik kartalarga ehson qiling. Bu imkoniyat siz uchun. Yetimlarni, miskinlarni, Alloh suyganlarni qalbiga xursandchilik olib kiramiz inshaalloh birgalikda. Mana shu SMSimiz, mana shu xabarimiz sizga yetib borsin aysizlar. Ajab emas. Bugun mana shu qo'ng'irog'ingiz sababli, mana shu ehsoningiz sababli, mana shu bizning chorlovimizga labbay deganingiz sababli Allohning mag'firatiga yetsangiz. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin.